Hammaga bugun biz sizlarga pul topar uskunalar kanaliga ajoyib bo'lgan betonameshalkalar haqida video tayyorlaymiz. Kimga qiziq bo'lsa videoni oxirigacha tomosha qilib, narxlari albatta aytib o'tiladi. Qadrli obunachilar, mana biz sizlarga birin-ketin meshalkalarni tanishtirib o'tamiz. Bunisi katta meshalka 220 litrligi, bu 240 litrlik, bundan ham kattarog'i bo'ladi. Bu stoykali, ko'rib turganlaringdek har tomonlama udobniy bo'lgan meshalka bo'ladi. Bu ko'tarib ko'raman, mana yengilligi ham yengil, ustakalarimiz qiynalmasdan bemalol ishlatsa bo'laveradi. Bitta qo'lda ko'tarib qilaveradi. Endi ichini mana pedal orqali buriladi. Hozir ichki tomoni qatirilmabdi. Bularni qatirilgan holatini ko'rsatib o'taman. Ko'rib turganlaringiz motor bilan jihozlangan. Tishlari ko'pchilik plastmassa basmi sinib olmaydimi? Plastmassa bas. Ko'rib turganlar shesteronkali temir bo'ladi. Ishlashi xizmatiga javob berilaveradi. Bular imенно bizning zakazimiz bo'yicha Xitoydan podzakaz kelgan. Ko'rib turganlar hozir bularda ham bor. Hammasida o'zimizning brend. Albatta nomerlarimiz qoldirilgan. Ko'rganlaringdek mana bu nomer hamda mana bunisi meniki. Pastda ikkita raqam o'zimga telefon qilaverasizlar. Ismim Alisher. Ko'rib turganlaringiz mikserimizda bunisi 180 litrligi. Qulaylik jihatlariga keladigan bo'lsa, ikkita balon bilan jihozlangan. Aqabaqa ovor olib kelish muammo bas. Aytaylik, ustakalarimiz bir obyektdan ikkinchi obyektga borishmoqchi bo'lsa, albatta balonlarini bo'shatib, bu tomondan bo'shatib turib, shuni yig'ilgan holatda olib ketib, o'zlari kerakli nuqtalarda ishlatsa bo'laveradi, sharoitlarda ishlatsa bo'laveradi. Xo'p, mana bunisini ichi qatirilgan ekan. Ko'rsatib o'tay. Ishlarini mana. Inshaalloh hijolat qilmaydigan mahsulot. Bu narsani biz juda ko'p sotganmiz. Sifatiga garantiya beriladi. Endi bu tomonda yangi kelgan aravali meshalkalarimiz. Bularda ham litrlari har xili bor. Narxlarini men oxirida bitta-bitta aytib o'taman. Xo'p, bunisi aravalida oddiysi bo'ladi. Sal litri kamrog'i. Mana ichlari, ko'rinishlari. Xo'sh, buni afzalli tomonlari loyiq qilgandan keyin aravacha solib aravachada yetalash shart emas. Buni o'zini aravacha qilib yetalab ketsa bo'laveradi. Ko'rib turganlaringiz. Keyin kerakli nuqtaga bemalol to'kaverasizlar. Bundan tashqari buni ko'tarilgan holatda ham ishlatsa bo'laveradi. Tikka holatda qo'yib aralashtirsa ham bo'ladi. Mana shu turishda ham aylantirsa bo'laveradi. Xo'sh, endi keyingisiga keladigan bo'lsa, bu undan ham takomillashgan varianti. Ya'ni nimaga unaqa deyapsiz desiz, ko'rib turganlaringiz oldidan ham kolesosi bor. Bu stashga quyilayotganda aytaylik bir nuqtani o'ziga quygani juda qulay narsa. Ya'ni bu oldiga shunday qilinadi. Hozir mana ko'rganlaringiz oldi balonga tushdi. Endi bu narsa sal oldiga ko'tariladi-da, yoniga itariladi. Bir tomonga yurishga qulay. Shu tarzda bemalol bir qatorda to'kib ketaveradi. Ko'rib turganlaringiz bir qatorda o'zi kerakli nuqtaga to'kib beradi. Sizlar xohlagan effektni beradi. Xo'sh, bu 220 litrligi bo'ladi. Bu aravachalikning eng katta modeli. Undan keyin mana bunisi bor. Ko'rib turganlaringiz hammasi почти bir xil. Endi narxlariga keladigan bo'lsak, men sizlarga hozir narxlar bilan tanishtirib o'taman. Xo'sh, bu tikka baland meshalkalarimiz 120 litrligi $175, beton meshalka 160 litrligi bo'ladi. Buni narxi $180. 180 litrligi $185, 200 litrligi $190, 240 litrligi $200 tashkil qiladi. Mana shu stoykali turgan tikkalarda narxlari. Xo'p, endi aravalilarga keladigan bo'lsak, aravalilarimiz 150 litrligi $230 tashkil qiladi. Undan tashqari mana bunisi 220 litrligi $250, undan keyingisi 240 litrli $270 tashkil qiladi. Kimga qaysi bir turdan kerak bo'lsa yoki qandaydir savollaring tug'iladigan bo'lsa, bemalol pastda nomerlar qoldiraman. Aloqa uchun telefon qilsalaring to'liq ma'lumot berib o'taman. Kimga shu va shunga o'xshash stanolar kerak bo'lsa, albatta All Star O'zbek Xitoy savdo uyiga murojaat qilaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xato kamchiliklar uchun uzr so'raymiz.